bahar ketdi. Yozmu ketdi. Yopurmaq Feridi nihoyatda qovulchon bo'ldi. Uning gavdasi kang va kuchlik. 5 dona burjiki mazmut edi. Baharda u bir tüp egiz daraxtning uchiga yaqin yerdagi shoxdan texi andila paydo bo'lgan yumron bix edi. Feridini uningga o'xshash boshqa nurg'un yopurmoqlar o'rab turardi. Yopurmoqlar qarmoqqa uningga o'xshaydigandek qiladi. Biroq Feridi garchi hammaylarning o'xshash bir tüp daraxti bo'lsa-mu, bir-biriga o'xshaydigan ikki yopurmoqning yo'qligini nihoyat tezla bayqadi. Feridining so'l tarafida Alfred, o'ng tarafida o'moq qizchaq Clary, ostida Ben bar edi. Ular hammasi birga cho'ng bo'lgan. Ular baharning mayin shamolida usul o'ynashni, yozda o'rinlarcha oftobga qaqlanishni va sovuq yomg'irda yuyunishni o'rgandi. Daniel Feridining yaxshi do'sti edi. U xuddi bu shaxtdagi hamma yopurmoqlardan burun paydo bo'lgandek, hammadan cho'ng edi. Feridi, Daniel ichimizdagi eng aqlli yopurmoqlarning biri deb o'ylaydi. Daniel ularga o'zlarining bir tüp daraxtning bir qismi ekanligini, u daraxtning ommaviy bog'chidagi daraxt ekanligini, daraxtning yarasida cho'nqur yildiz tortadiganligini debdi. U yana quyosh, oy, yulduzlar va fasllar haqida bir muncha gaplarni qilib berdi. Feridi o'zining bir yopurmoq ekanligidan iftixorlanadi. U shexidan, buk baraqsan yopurmoq do'stlaridan, egiz osmondan, uni uyan-buyan pulanglatgan shamoldan, uningga nurni chachqan quyoshdan, oyning o'ziga bergan mehridan, oydondan, qorong'uligidan suyunadi. Yoz bakmo yaxshi. Uzoq so'zilgan kunduzlar, salqin va tinch kechalar xiyol surishga eng muvofiq. Yozda bu bog'chada odamlar ko'payib qoladi. Ular Feridining darxi ostiga kelib o'ltirishadi. Daniel uningga soy tushirishning o'zlarining yashashdagi maqsadining bir qismi ekanligini dedi. Maqsad degan nima? Maqsad degan yashashning sababi. Boshqalarga texmi ko'p rohat ato qilish, dimiq uylardan qochib chiqqan kishilarga soya tushirish, bolalarning o'ynash uchun salqin yer tayyorlab berish, ostimizga kelib dala tomga yeydiganlarni yopurmoqlarimiz bilan yelpib qo'yish. Mana mushularning hammasi yashashning sababi. Feridi bovaylarga bek amroq. Ular hamisha salqin chimliqda jimjit o'ltirib, past ovozda so'zlashib, o'tmishni eslashidi. Kichik bolalarmi nihoyat sho'x. Garchi ular ba'zida daraxtning qo'vzoqlarini so'yib olsa-mu yoki ismlarini o'yib qo'ysa-mu, u bolalarning shunday xushalg'uram o'ynab kulib yurganligini ko'rib, ichida xushal bo'ladi. Feridining yoz kunlari tezla o'tib ketdi. U oktabrning bir kechasi edi. U azaldan bundoq to'ngib boqmagan edi. Yopurmoqlarning hammasi to'nglig'idan titrab ketishdi. Ularni bir qavat nefis, oppoq narsa o'rib oldi. Bu nefis narsa sahardagi quyosh nurida erib, shabnamga aylanib, ularni ho'l qilib etdi. Daniel ularga baya tunji qirovni boshdan kechirganligini, buning
qishning belgisi ekanligini, pat arada qishning yetib keladiganligini deb berdi. Nihoyat tezla butkul daraxt, amaliyoti butkul bog'cha seriq rangga kirdi. Bu yerda yeşil yo'pirmoqlar asosan qolmadi. Alfred sapsariq rangga, Klari qizg'uch seriq rangga, Daniel qaynoq benafsha rangga kirdi. Feridi qizil rangga kirdi. Uning bir yerlari yana seriq, yeşil rangda edi. Ular nihoyat chiroyli ko'rinadi. Feridi va uning do'stlari daraxtni Hasan rangiga kirgizib qo'ygan edi. Bizning rangimiz nimishga o'xshamaydi. Biz o'xshash bir daraxtda tursak, har qaysimiz bir-birimizga o'xshamaymiz. Bizning kechirmishimiz o'xshamaydi. Bizning quyoshga yuzlanib turishimiz o'xshamaydi. Bizning tushirgan soyalarimiz o'xshamaydi. Undaq bo'lgan ekan, rangimiz qandoq o'xshasin? Daniel masalani pakiti bilan so'zladi. U Feridiga bu chiroyli faslning ko'z deb atiladiganligini deb berdi. Bir kuni ajoyib ish yuz berdi. Burun shamol ularni faqat tavritib qo'yatdi. Bugun shamol ochiqlagandek qiladi. U yo'pirmoqlarni uyon-buyon pulanglatdi. Bir qism yo'pirmoqlar shoxlaridan ajrab, uyoq-buyoqlarga uchib ketdi. Yana ba'zilari osmonda uchib yurib, oxiri yerga yengil uchib tushdi. Yo'pirmoqlarning hammasi qo'rqib ketdi. Nimish bo'ldi? Ular past ovozda bir-biridan so'rashdi. Kuz degan mana shundoq bo'ladi, dedi Daniel. Bu yo'pirmoqlarning makonini almashtiradigan vaqti. Ba'zilar buni o'lish deydi. Hammamiz o'limizmi? deb so'radi Feridi. Shundoq. Har qanday shay o'ladi. Mayli cho'ng bo'lsin yoki kichik bo'lsin, mayli kuchli bo'lsin yoki ojiz bo'lsin, eng muhimi biz oyni, quyoshni ko'rdik. Yomg'ir yig'inni, bo'ron chopqinni beshimizdan o'tkazdik. Biz usul o'ynashni va kulishni o'rgandik. Bahramon bo'lishga tegishli kishilardan bahramon bo'ldik. Qilishga tegishli ishimizni qildik. Men o'lmayman. Sen o'lamsan, Daniel. Ha. Vaqti kelganda men o'laman. Vaqti qachon keladi? Qaysi kun ekanligini hech kim aniq bilmaydi. Feridi boshqa yo'pirmoqlarning kayni-kaynidan to'kilayotganligini ko'rdi. U bir qism yo'pirmoqlarning to'kilishdan burun shamol bilan tirkishayotganligini, yana bir qismlarning bo'lsa qo'llarini qo'yib o'tib jimmada tushayotganligini ko'rdi. Uzoq o'tmay daraxt tap-taqir bo'lib qoldi. Men o'lishdan qo'rqaman. Men pastda nima borligini bilmayman. Bilmaydigan narsalarimizdan hammamiz qo'rqamiz, Feridi. Bu degan normal ahvol. Yozdan keyin kuz keladiganligini bilib qo'rqmading. Bu degan tabiiy o'zgarish. Nimishqa o'lim faslidan qo'rqsa? Daraxtmi o'lamdi? Hamon bir kuni o'ladi. Daraxtda kuchli bir narsa bor. U bo'lsa-mu hayotliq. Hayotliq mangu mavjud. Biz hayotliqning bir qismi. Biz o'lsak nega boramiz? Buning hech kim meni bir narsa deb bilmaydi. Bu bir cho'ng sir. Biz bahorda yana qaytib kelamizmi? Natayin. Lekin hayotliq qaytib keladi. Buning sababi zodi nima?
biz şehimizden tushadigan va o'ladigan turib, bu yerga nima deb keldik? Daniel pakit bilan so'zlab tushundirdi. Quyosh va oyni ko'rish uchun, xushalliqdan ko'pchilik bilan tang bahramand bo'lish uchun, balalar bilan yashanganlarga soya tushirish uchun, kuzni rengarang ranglar bilan bo'yash uchun. Mushular yetarli emasmi? U kuni tushdan keyin Daniel Gogumning oltin rang nurlarida qo'lini qo'yib atdi. U manganda faqatli tirkashmadi. Tushayotganda texi nihoyatda xotirjam kulimsiradi. Hozircha qo'shilishib turaylik, Feridi, deydi u. Shuning bilan Feridi qoldi. U bu shaxta eshib qolgan birdan bir yo'pirmoq edi. Atsi tunji qor yog'di. Qor nihoyatda yumshoq, oq, ammo nihoyatda sovuq edi. U kuni quyoshmi chiqmadi. Kunduzmi nihoyatda qisqa bo'ldi. Feridi rangining o'ngib, badanining quruqoq, churiklashib ketganligini payqadi. Kun bo'yi sovuq bo'ldi. Uni besib turgan qormu eg'irlashib ketgan edi. Saharda bir lahza shamol Feridini shehidan nima degan hayvatlik, nima degan mazmut, ha? U yana bu daraxtning nihoyatda uzoq yashaydiganligiga ishondi. Shundaqla burun o'zining uning hayotining bir qismi ekanligini bilib, iftixorlandi. Feridi qor dovasiga tushdi. Qor dovasi yumshoq, hatto xeyli issiq edi. U burun his qilib boqmagan rohatni his qildi. U ko'zini yumib uyquga ketdi. U qish kelsa bahorning keladiganligini, qorning erib suvga aylanadiganligini bilmaydi. U qish kelsa bahorning keladiganligini, qorning erib suvga aylanadiganligini bilmaydi. U o'zining qurib ketgan tenining qor suvi bilan birlashib daraxtni texmi hayvatli qiladiganligini bilmaydi. Bo'libmi daraxt bilan tuproqning uxlashining kelar yili bahordagi yangi yo'pirmoqlar uchun ekanligini texmi bilmaydi.